Assalomu alaykum azizlarim. Yaxshimisizlar? Kuninglar yaxshi o'tdimi? Hozirgina ishxonadan keldim. Rostini aytsam, judayam charchadim. Oyoqlarim ham charchagan, kayfiyatim ham birozgina pastroq. Lekin baribir oshxonaga kirdim. Chunki bugun o'zimni erkalatgim keldi. Siz ham shunday bo'lasizmi? Ishdan keyin bir tomoningiz yotib uxla deydi. Ikkinchi tomoningiz esa yo'q, biror mazali narsa yeb olgin deydi. Menda hozir shunaqa holat bo'lyapti. Kayfiyatimni ko'tarib olish uchun bugun pilinchik pishiryapman. To'g'ri, tayyorlanishi ozgina qiyinroq, lekin nimagadir o'zim yaxshi ko'rib video narsani tayyorlab yesam kayfiyatim ko'tarilib ketadi. Charchaganimni ham esimdan chiqarib yuboraman. Bilinchik xamirini aralashtirganimda boshdagi stress ham aralashib ketayotgandek bo'ladi. Hamma tashvishlarni esimdan chiqaraman. Sizlarda ham shunaqa bo'ladimi? Aytgancha sizlar bilinchikni nima bilan yeysizlar? Tvorog bilanmi yoki murabbomi? Menga qaylalik yoqadi, judayam hech ham tvorogligini yeyolmayman. Kommentariyaga yozib ketarsizlar. Bu men uchun judayam qiziq. Eng qiziq joyi birinchi bilinchigingiz har doim qurbon bo'ladi. Nimaga shunaqa ekan? Keyingilari zo'r chiqadi, lekin birinchi bilinchigimiz har doim qurbon bo'ladi. Bilmayman, bu hammada shunaqa chiqadimi, lekin faqat mendami? Lekin menda har doim birinchi bilinchigim qurbon bo'ladi nimagadir. Mana bilinchiklarimni pishirib oldim. Hidini aytmay qo'ya qolay, вообще zo'r. Hididan boru yemasdan burun charchovlarimiz ham esidan chiqib ketyapti o'zidan o'zi. Mana bilinchiklarimiz ham pishdi. Endi issiqni joydamlab, bilinchikni issiqda yeb olamiz, stressdan chiqib olamiz. Shunday qilib, videoyim yoqqan bo'lsa, obuna bo'lishni esdan chiqarmang. Kommentariyada o'z fikringizni yozib qoldiring. Bu men uchun juda ham qiziq.